Osmani sultanları Sultan 5. Mehmet Reşad Osmani dövlətinin 35. padişahı hüküm sürgən devri 1909 yıldan 1918 yılgacha. U dövlət işlərinə qat'iy aralashmadi. Aldığı kelgan har qandaq hujjatga imzo qo'ydi. Faqat birli hujjatga imzo qo'ymadi. Chunki u hujjat aksi 2. Abdulhamidning o'ltirilishi haqida edi. 1911 yili İtaliya va Shimoliy Afrikadagi Tripoliga hujum qildi. Maqsadi taraqqiy qilgan sanoatga xom modda to'plash va bozor ichish edi. Osmani dövlətinin hərbi kuchi bu yerni mudofaa qilishga yetmadi. 1912 yili Ushi kelishimnomasi bilan Osmani dövlətinin Shimoliy Afrikadagi eng oxirgi parcha zaminimi qo'ldan ketdi. 1912 yili Bulgariya, Yunaniston, Sibriston va Qoratog' Osmani dövlatiga qarshi ittifoq tuzdi. Maqsadi Osmanilarni Balqondan qo'g'lab chiqarish edi. Mag'lubiyat bilan oxirlashgan bu urushlar natijasida Yanya, Girit, Salonik, Makedoniya, Albaniya va Ege orollari qo'ldan ketdi. 1914 yili butunlay iqtisodiy sabablarga asoslangan Birinchi dunyo urushi portildi. Osmani dövlətimi birlik va taraqqiyot xiyolparastlari tarafidan bu dunyo urushiga ittirib etildi. 5. Mehmet Reşad bo'lsa, bu xil taraqqiyot davomida unum hosil qila olmadi. 5. Mehmet Reşadning diabet kasali bor edi. Do'sin operatsiyasini qildirgan edi. 1918 yili 3-iyul vafot topdi. Qabrisi Ayyub rayonidagi o'zi soldirgan maqbaratidir. اذكر الصديق فخرا وابن عفان قلب أرسلان والفاتح عثمان وابنة شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم والمجوسان